Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Eski pasport egalari uchun vaqt juda qisqardi. 2 iyuldan keyin hujjat masalasida ko'p narsa o'zgarishi mumkin. Bu gap faqat chet elga chiqadiganlarga emas, bankka boradigan, nafaqa oladigan, sim karta rasmiylashtiradigan, uy-joy hujjati qiladigan, bolalarni bog'cha yoki maktabga joylashtiradigan, umuman har kuni hujjat bilan ish ko'radigan hamma fuqarolarga tegishli. Men bu mavzuni oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak, kimda muammo bo'lmaydi, qaysi joylarda odamlar ko'p adashadi, qaysi hujjatlarni tayyorlab borish kerak, hammasini aytaman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik e'tiborsizlik bank operatsiyasi to'xtashi, chipta bekor bo'lishi, davlat xizmatida ariza qabul qilmasligi yoki jarima masalasiga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga, ayniqsa yoshi katta ota-onalarga yuboring. Avval qanday edi? Ko'pchilik eski pasport bilan yillar davomida yurdi. Ayrimlarda pasport muddati tugashiga oz qolgan, ayrimlarda ro'yxatdagi manzil o'zgargan. Ayrimlarda familiya nikohdan keyin almashtirilgan, lekin pasport yangilanmagan. Ba'zi odamlar esa men chet elga chiqmayman, menga yangi hujjat shart emas deb o'ylab yurishdi. Aslida pasport yoki ID karta faqat chegaradan o'tish uchun kerak bo'ladigan qog'oz emas. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlaydigan asosiy hujjat. Davlat idorasi ham, bank ham, notarius ham, mobil aloqa operatori ham, tibbiyot muassasasi ham aynan shu hujjatga qaraydi. Endi nima o'zgaryapti? 12 iyuldan keyin eski namunadagi yoki muddati ma'lumotlari elektron bazadagi holati bo'yicha muammo bor hujjatlar bilan ayrim xizmatlardan foydalanish qiyinlashadi. Men bu yerda odamlarni qo'rqitish uchun gapirmayapman. Men amaliy hayotda ko'p uchraydigan vaziyatni aytyapman. Tizim yangilanadi, bazalar tekshiriladi, shaxsni aniqlash talablari qat'iylashadi. Shunda eski hujjatdagi bitta mos kelmaslik ham xizmat ko'rsatishni sekinlashtiradi yoki umuman to'xtatadi. Masalan, pasportingizdagi ism bir xil, lekin bank bazasida boshqa yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki pasportdagi yashash manzilingiz eski, lekin hozir boshqa tumanda yashaysiz. Yoki hujjatning amal qilish muddati tugagan, lekin siz buni sezmagansiz. Bunday holatda mening pasportim qo'limda-ku degan gap yetarli bo'lmaydi. Hujjatning qo'lda borligi boshqa, uning amaldagi talablar bo'yicha yaroqli bo'lishi boshqa masala. Birinchi navbatda eski namunadagi pasporti bor fuqarolar tekshirib ko'rish kerak. Agar pasportingiz ko'p yillik, rangi, shakli, seriya va raqami eski tartibda bo'lsa, undagi amal qilish muddatiga qarang. Ko'pchilik pasportni faqat yo'qotib qo'ysa yoki chet elga chiqsa almashtirish kerak deb o'ylaydi. Yo'q, hujjatdagi muddat, shaxsiy ma'lumot va bazadagi ma'lumot mosligi har qanday holatda muhim. Ikkinchi guruh: yoshi katta fuqarolar. Ota-onalarimiz, buvilarimiz va bobolarimiz ko'pincha davlat xizmatiga o'zlari borishga qiynaladi. Ular menga pensiya tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylashi mumkin. Lekin ertaga bank kartasini yangilash kerak bo'lsa, notariusda ishonchnom berish kerak bo'lsa, uy hujjatini rasmiylashtirish kerak bo'lsa, eski yoki muddati o'tgan pasport muammo chiqaradi. Bir qarashda mayda masala, lekin amalda butun ishni bir necha kunga yoki haftaga cho'zadi. Uchinchi guruh: familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgarganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, nikoh guvohnomasi bor, lekin pasportdagi familiya eski. Kundalik hayotda bu bilmasligi mumkin. Ammo kredit olishda, bolaga hujjat rasmiylashtirishda, merosida yoki sud, notarius, bank operatsiyasida familiya mos kelmasa qo'shimcha hujjat so'raladi. Ba'zan ariza qabul qilinadi. Ba'zan esa avval hujjatni tartibga keltiring deb qaytariladi. To'rtinchi guruh: yashash manzili o'zgarganlar. Masalan, fuqaro Andijondan Toshkentga ko'chib kelgan, lekin pasportdagi doimiy ro'yxat eski manzilda qolgan. Yoki bir tuman ichida boshqa uyga ko'chgan, lekin propiska bo'yicha ma'lumot yangilanmagan. Hozir ko'p xizmatlar elektron bazalar orqali bog'lanadi. Manzil mos kelmasa, ayrim xizmatlarda qo'shimcha tekshiruv chiqadi. Beshinchi guruh: pasporti yo'qolgan, shikastlangan yoki sahifalari yirtilgan fuqarolar. Hujjatning o'zi qo'lingizda bo'lsa ham, undagi surat, muhr, yozuvlar, seriya raqami aniq ko'rinmasa, bu ham muammo. Bank xodimi yoki davlat xizmati mutaxassisi men sizni tandim deb ish qilmaydi. U hujjatni tizim orqali tekshiradi. Agar hujjat o'qilmasa yoki shubhali ko'rinsa, xizmat to'xtashi tabiiy.
Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, amal qilish muddati o'tmagan bo'lsa, familiya va manzilingiz bazalarda mos bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir men har bir fuqaroga bitta oddiy ishni tavsiya qilaman. Hujjatingizni qo'lga olib, amal qilish muddatini ko'ring. Ism, familiya yozilishini tekshiring. Tug'ilgan sana va JSSH raqami bor yo'qligiga e'tibor bering. Bu 2 daqiqalik ish, lekin ko'p muammoning oldini oladi. Agar yaqinda ID karta olgan bo'lsangiz, masalan, oxirgi 1 yil ichida odatda ma'lumotlaringiz yangi tizimda bo'ladi. Lekin siz nikoh, ajrim, farzand tug'ilishi, manzil o'zgarishi kabi holatlardan keyin hujjatingizni yangilamagan bo'lsangiz, baribir tekshirishingiz kerak. Chunki muammo pasportning yangi yoki eski ko'rinishida emas, undagi ma'lumotning hayotingizdagi real holatga mosligida. Birinchi misol, 37 yoshli pensioner amakimiz bank kartasini yangilash uchun bankka boradi. Pasport eski muddat esa 1 oy oldin tugagan. U kishi men har oy shu kartadan pensiya olaman, nega endi bo'lmaydi deb hayron bo'ladi. Bank xodimi esa amal qilish muddati o'tgan hujjat bilan yangi karta ocha olmaydi. Natijada u avval migratsiya fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borishi, hujjatini yangilashi, keyin bankka qaytish kerak bo'ladi. Bir kunlik ish 3-4 kunga cho'ziladi. Ikkinchi misol, yosh oila uy sotib olmoqchi. Notariusga kelishadi. Erning ID kartasi joyida, lekin xotinning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan. Pasport esa eski familiyada qolgan. Nikoh guvohnomasi bor, lekin notarius ma'lumotlarni tizimda solishtirganda moslikni ko'rish kerak. Qo'shimcha tekshiruv, qo'shimcha hujjat, ba'zan avval pasportni almashtirish talabi chiqadi. Uy oldi sotdisi kechikadi, sotuvchi kutmayman deb boshqa xaridor topishi ham mumkin. Uchinchi misol, talaba chet elga o'qishga ketmoqchi. Aviachipta olingan, yotoqxona puli to'langan. Lekin hujjat muddati kam qolgan yoki ichki pasportdagi ma'lumot xorijga chiqish pasportidagi ma'lumot bilan mos emas. Chegarada yoki aviakompaniya ro'yxatida savol tug'ilishi mumkin. Bu faqat noqulaylik emas, pul yo'qotish xavfi ham. 1 million so'mlik chipta, 2 million so'mlik bron, bir necha haftalik tayyorgarlik birgina hujjat sabab bekor bo'lishi mumkin. 4-misol. Ayol kishi farzandiga nafaqa yoki ijtimoiy yordam rasmiylashtirmoqchi. Ariza berayotganda onaning pasportidagi manzil bir tuman, real yashash joyi boshqa tuman, bolalarning hujjatlari esa boshqa ma'lumot chiqadi. Tizimda moslik bo'lmasa, ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Odamlar keyin nega pul tushmadi deb so'raydi. Sabab ko'pincha hujjatdagi mayda nomuvofiqlik bo'ladi. Eng birinchi e'tibor beriladigan narsa bu amal qilish muddati. Pasport yoki ID karta qachongacha amal qiladi? Shuni aniq ko'ring. Hali vaqt bordek degan taxmin bilan yurmaslik kerak. Agar muddat tugashiga oz qolgan bo'lsa, ayniqsa 12 iyul atrofida davlat xizmatlariga ehtiyojingiz bo'lsa, oldindan harakat qiling. Oxirgi kunga qoldirsangiz, navbat ko'payadi, tizim band bo'ladi. Bitta yetishmayotgan hujjat uchun qayta kelishingizga to'g'ri keladi. Ikkinchi narsa, hujjatdagi yozuvlar, ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, JSSH shir, yashash manzili, surat, imzo. Bularning barchasi to'g'ri bo'lishi kerak. Ba'zan bitta harf xatosi ham muammo chiqaradi. Masalan, pasportda Shahnoza, diplomda Shahnoza, bankda Shahnoza bo'lsa, tizim buni bir odam deb avtomatik tanimasligi mumkin. Bunday holatlarda tuzatish uchun vaqt ketadi. Uchinchi narsa, eski hujjatni saqlab qo'yish. Yangi ID karta olganingizdan keyin ham ayrim eski hujjatlar, masalan, avvalgi pasport nusxasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, tug'ilganlik guvohnomasi, harbiy guvohnoma, kadastr hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi karta oldim, qolganining keragi yo'q deb o'ylamang. Har bir hujjatning asl nusxasi va sifatli ko'chirmasini tartibli saqlang. 4-narsa, boshqa birovga ishonib qolmaslik. Qo'shni aytdi, tanish aytdi, internetda kimdir yozdi degan gap bilan qaror qilmang. Har doim o'zingiz yashayotgan hududdagi davlat xizmatlari markazi, ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki rasmiy portal orqali tekshiring. Chunki ayrim talablar hudud, holat va hujjat turiga qarab farq qilishi mumkin. Ba'zi fuqarolar sog'lig'i sabab o'zi bora olmaydi. Bunday holatda yaqinlari oldindan borib, qanday tartibda murojaat qilish mumkinligini so'rash kerak. Ayrim xizmatlarda ishonch nima? Ayrimlarda joyga chiqib xizmat ko'rsatish, ayrimlarda qo'shimcha tibbiy ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Buni oxirgi kunga qoldirmang.
yosh katta yoki nogironligi bor fuqarolar uchun har bir borib kelishning o'zi katta tashvish. Yana bir nozik jihat, xorijda yurgan fuqarolar. Agar siz O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz va eski hujjatingiz bo'lsa, konsullik masalasini oldindan o'rganing. Hujjat muddat tugab qolsa, vatanga qaytish, yangi hujjat olish, ishonchnoma berish, bank yoki mulk ishlarini masofadan hal qilish qiyinlashadi. Chet elda bir kunlik kechikish ham mehmonxona, yo'l, ish haqi, viza muddati kabi qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Bolalar masalasida ham e'tiborli bo'ling. Ota-onaning hujjati tartibda bo'lmasa, bola uchun bog'cha, maktab, tibbiy xizmat, nafaqa yoki safar hujjatlarini rasmiylashtirishda savollar chiqishi mumkin. Masalan, onaning familiyasi bolanikidan farq qiladi. Nikoh guvohnomasi yonida yo'q. Pasportdagi ma'lumot yangilanmagan. Bu oddiy holat, lekin hujjatlar bilan isbotlanmasa, xizmat ko'rsatish cho'ziladi. Yana bir muammo. Eski pasportdagi surat hozirgi ko'rinishingizga juda o'xshamasligi. 15-20 yil oldingi surat bilan hozirgi yuz qiyofasi o'zgargan bo'lsa, ayrim joylarda qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Ayniqsa bank, notarius, aeroport, davlat chegarasi, yirik moliyaviy operatsiyalarda shaxsni aniqlash juda muhim. Hujjatdagi surat aniq, yangiroq va talabga mos bo'lsa, sizning o'zingizga ham oson. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, bugunoq pasport yoki ID kartangizni oling va tekshiring. Amal qilish muddati, ism, familiya, tug'ilgan sana, manzil, GSHIR, surat va hujjat holatini ko'ring. Agar pasport yirtilgan, suv tekkan, yozuvlari o'chgan, sahifalari tushgan bo'lsa, bu ham almashtirish uchun sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi eski hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, to'lov uchun kvitansiya yoki elektron to'lov ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun borishdan oldin hududingizdagi rasmiy idoradan aniqlashtiring. Uchinchi qadam, qayerga borishni biling. Ko'p hollarda davlat xizmatlari markazi orqali yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari orqali murojaat qilinadi. Ayrim xizmatlar my.gov.uz orqali boshlanishi mumkin. Lekin pasport, ID karta, biometrik ma'lumot, surat va barmoq izi bilan bog'liq jarayonlarda ko'pincha shaxsan borish talab qilinadi. Shuning uchun internetdan topshiraman, bo'ldi deb o'ylamasdan tartibni oldindan tekshiring. 4-qadam. Arizada ma'lumotni diqqat bilan yozing. Telefon, raqam, manzil, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, eski hujjat, seriya raqami xatosiz bo'lsin. Xodim kiritgan ma'lumotni ham tekshirib oling. Bitta harf noto'g'ri ketsa, keyin uni tuzatish uchun yana vaqt ketadi. Ayniqsa lotin va kiril yozuvida ism, familiya turlicha yoziladigan odamlarda bu masala juda muhim. 5-qadam, to'lov va muddatlarni aniqlang. Hujjat almashtirish xizmatlarida davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Miqdor vaqtga qarab o'zgarish ehtimoli bor. Shuning uchun aniq summani rasmiy manbadan tekshiring. Falonchi shuncha to'lagan ekan degan gapga tayanmang. Sizning holatingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Yo'qotilgan hujjat, shikastlangan hujjat, familiya o'zgarishi yoki muddat tugashi alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. 6-qadam. Ariza topshirganingizdan keyin kvitansiya, ariza raqami yoki SMS xabarni saqlang. Bu oddiy ko'rinsa ham keyin holatni tekshirishda kerak bo'ladi. Telefoningizdagi xabarni o'chirib yubormang. Imkon bo'lsa, skrinshot qiling. Qog'oz kvitansiyani alohida papkaga qo'ying. Men ayniqsa bir narsani so'rayman. Bu masalani faqat o'zingiz bilan cheklamang. Ko'p yoshi katta odamlar YouTube ko'rmaydi. Rasmiy xabarlarni kuzatmaydi. Internetdagi yangiliklarni o'qimaydi. Ular ertaga muammo chiqqanda bilib qoladi. Shuning uchun ota-onangizning, yolg'iz yashaydigan qo'shningizning hujjatini tekshirishga yordam bering. Bu 5 daqiqalik yordam, lekin ularga katta yengillik beradi. Ularga shunday tushuntiring. Pasportingizni ko'raylik, muddati tugamagan ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Agar kerak bo'lsa, oldindan borib yangilaymiz. Ayniqsa pensiya oladigan bank kartasi bor, uy-joy hujjatlari nomida bo'lgan, meros masalasi kutilayotgan, farzandlariga ishonchnoma bermoqchi bo'lgan keksalar uchun bu juda muhim. Agar kimdir mening pasportim eski bo'lsa ham hech kim hech narsada demayapti desa, unga oddiy misol keltiring. Hujjat muammosi har kuni bilinmaydi. U faqat kerakli paytda bilinadi. Bankda, notariusda, aeroportda, davlat xizmatida.
Sudda, shifoxonada, maktabda bilinadi. Eng yomon tomoni shuki, muammo aynan shoshilinch paytda chiqadi. Shuning uchun oldindan tekshirish eng to'g'ri yo'l. Birinchi xato oxirgi kunga qoldirish. Hali 5 kun bor deb yurish mumkin emas. Chunki hujjat tayyorlash faqat ariza berishdan iborat emas. Sizda bitta yetishmayotgan guvohnoma bo'lishi, eski ma'lumot bazada chiqmasligi, to'lovda xatolik bo'lishi yoki navbat ko'p bo'lishi mumkin. Vaqt qancha kam bo'lsa, asab shuncha ko'p ketadi. Ikkinchi xato, hujjat nusxasiga ishonish. Ayrimlar telefonda pasport rasmi bor, yetadi deb o'ylaydi. Ko'p rasmiy holatlarda asl hujjat talab qilinadi. Telefon rasmini ko'rsatish faqat yordamchi bo'lishi mumkin, lekin asosiy hujjat o'rnini bosmaydi. Uchinchi xato, boshqa odamning holatini o'zingizga ko'chirish. Qo'shningizga talab qilinmagan hujjat sizga kerak bo'lishi mumkin. Sizga talab qilingan narsa boshqa odamga kerak bo'lmasligi mumkin. Chunki har bir odamning oilaviy holati, manzili, yoshi, hujjat tarixi, familiya o'zgarishi, chet elga chiqish tarixi turlicha. To'rtinchi xato. Norasmiy odamlar orqali tezlashtirib beraman degan gaplarga ishonish. Hujjat masalasida faqat rasmiy tartib bilan yuring. Pulni rasmiy kassaga yoki elektron to'lov orqali qiling. Qo'lingizda kvitansiya bo'lsin. Kimdir navbatsiz qilib beraman, bazadan to'g'rilab beraman. Tanishim bor desa, ehtiyot bo'ling. Hujjatdagi xato keyin sizning nomingizga chiqadi. Demak, asosiy gap shuki, 12 iyuldan keyingi o'zgarishlar oldidan eski pasport egalari, muddati tugagan yoki ma'lumotlar mos kelmaydigan hujjat egalari albatta harakat qilishi kerak. Bu masala faqat chet elga chiqish bilan bog'liq emas. Bank, pensiya, notarius, uy-joy, ijtimoiy yordam, ta'lim, tibbiyot va boshqa ko'plab xizmatlarda shaxsni tasdiqlovchi hujjat birinchi o'rinda turadi. Men sizga mutaxassis sifatida eng oddiy, lekin eng foydali maslahatni beraman. Bugun hujjatingizni tekshiring. Kerak bo'lsa ertaga mas'ul idoraga boring. Yetishmayotgan hujjatlarni tayyorlang va masalani oxirgi kunga qoldirmang. O'zingiznikini tekshirganingizdan keyin ota-onangiz, qarindoshingiz, qo'shningiznikini ham eslatib qo'ying. Bitta ogohlantirish kimningdir katta muammosini oldini olishi mumkin. Sizning pasportingiz yangi ID kartaga almashtirilganmi yoki hali eski hujjat bilan yuryapsizmi? Shu haqda izohlarda yozing. Qaysi hududda navbat, qanday hujjat so'rashdi, qancha vaqtda bitdi? Tajribangizni boshqalar bilan bo'lishing. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni barcha qo'shnilarga, qarindoshlarga, ayniqsa yoshi katta insonlarga yetkazing.